Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar, hurmatli ustozlar, hammamizga talaba yoshlar. Demak, bugun biz NLP bo'yicha o'zbek tili assistentini ko'rib o'tamiz. Topshirig'imiz berilgan va shu topshiriq asosida qanday yaratish va yaratish jarayonlarini bosqichma-bosqich ko'rib o'tamiz. Demak, birinchi navbatda qilinadiganimiz e, robot stoldan NLP degan dokument ochib olamiz. Va bizga kerakli bo'lgan kapstoni ichida data va modul degan ikkita papkamiz mavjud bo'ladi. Undan keyin esa bizga kerakli bo'ladigani recurrent text, bu yerda asosiy kerakli bo'lgan kutubxonalarimiz joylashadi. API va app papkalari kerak bo'ladi. Bizning qiladigan ishimiz birinchi navbatda git push force orqali GitHubga yuklab olamiz. GitHubga yuklab olganimizdan so'ng GitHubga qanday yuklaymiz? GitHubni ochamiz. GitHubni ochib olamiz. Demak, GitHub yuklab olganimizdan so'ng bizning qiladigan ishimiz birinchi navbatda NLP dokument assessmentni yaratib oldik va bu assessmentda o'sha biz yaratgan VC kodda yaratgan alorlarimiz kelib tushadi. Birinchi navbatda NLP dokument assessment yaratib olishimiz kerak. Undan keyin esa mana bu biz yaratgan afsonalar kelib tushadi. Mana modulus, package hammasi mana shu yerda mavjud. Mana endi buni Kaggle'ga murojaat qilishimiz kerak bo'ladi. Kaggle orqali buni ishlashimiz kerak. Bu yerda konfiguratsiya, boshqa jarayonlar hammasi keltirilgan. Demak, biz endi esa Kaggle'da ochib olamiz. Bu yerdan chiqib brauzerga o'taman. Google'ga va bizda notebook, e, Kaggle notebookni yaratib olamiz. Kaggle notebook yaratib olamiz va bizning qiladigan ishimiz birinchi navbatda GitHubni chaqirib olishimiz kerak bo'ladi. GitHub bilan bog'lab olishimiz kerak bo'ladi. Demak, mana shu buyruq orqali GitHubni chaqirib olamiz. Undan keyin esa assessment orqali demak bizning ishlarimiz amalga oshiriladi. Find unda qanday anomalar borligini ko'rib olamiz. Ishlayaptimi, ishlamayaptimi? Pip Instagram ya'ni kutubxonalarni bir o'rnatib olamiz. Asosiy qiladigan ishimiz. Demak, kutubxonalar to'g'ri ishlayaptimi, ishlamayaptimi va hokazo o'rnatib olishimiz kerak. Undan keyin esa demak, nimalar mavjudligini bir tekshirib olamiz. Kerakli kutubxonalar agar nima qilinayotgan bo'lsa, ularni ham o'rnatib olishimiz kerak bo'ladi. Undan keyin esa undan keyin esa
e, kamchiliklar mavjud bo'ladigan bo'lsa, u kutubxonalarni o'rnatishimiz kerak. Undan keyin esa agentni qurib olishimiz kerak. Agentimiz, demak, e, bu yerda ba'zi bir kamchiliklar bo'ldi. O'sha kamchiliklar evaziga e, demak, hozircha ishlamadi, lekin bu to'laqonli ishlaydigan edi. Demak, nimanidir xato bo'lib ketganligi uchun bu yerda xatolik berib qoldi. Demak, mana shu ko'rinishdagi e, jarayonlarni demak ko'rib o'tdik sizlar bilan.